Sabrinisa tepasida kimningdir beo'xshov shang'illashidan uyg'onib ketdi. Qanoat qo'shmachi ekan. U Sabrinisaning tepasiga turib olgancha qoshlari chimirilgan kuyi so'zlanardi. "Ha, jonidan, soat 11 bo'ldi. Hali ham sasib uxlayapsanmi? Pulni cho'z, pulni. Qani Mergan aka, nega yoningda emas? Qachon ketdi?" Sabrinisa ko'zlarini ishqalay o'rnidan turib o'tirdi-da, tepasida ikki qo'lini beliga tiragancha chaqchaygan kuyi turgan qo'shmachiga javdirab boqdi. "Ha? Nega qotib qolding? Allambalosiga o'xshab." To'qlay ketdi qo'shmachi. "Qani deyapman Mergan, pullarni bermaysanmi?" Sabrinisa yana bir muddat sukut saqlagan holda o'tirib qoldi-yu, qo'rqib o'rnidan qo'zg'aldi. U "Pul bergani yo'q, opa", dedi. Eshitilar eshitilmas, "Menga bir baloni ichirgandi, keyin uxlab qolibman." "Nima?" Qo'shmachi Sabrinisaning ikki yelkasiga chang soldi. "Nima deding? Pul yo'q, ichirdi? Nima ichirdi?" "Qaydam?" Bo'yin qisdi Sabrinisa. "Hech narsani eslay olmayapman." "Bekorlarning 5tasini yebsan uqdingmi? Seni bilmas ekanman. Shunaqa odatlaring ham bormidi hali? $1000 mijozni qo'yningga solib qo'ysam-u, sen u bilan kelishib pulini berkitib olsang." Yo'q oyimcha, men senlar o'ylaganchalik go'l emasman. Har qalay 15 yildan beri shu begona shaharda qo'shmachilik qilaman. Boyvachchalarning hojatini chiqaraman. Sendaqalarni-chi, ko'pini ko'rib qo'ygan xotinman. Bo'l tez, asabimni buzmay. Sabri, pullarni yaxshilikcha qo'limga berdi, qurbetdan. Sendaqa mashiniklarga ko'zim uchib turgani yo'q. "Opa, nega ishonmaysiz?" Zo'rlana boshladi Sabrinisa yig'lab. "Uningizdan bir tiyin ham olganim yo'q. Oxirgi marta qandaydir qizil ichimlikni qo'limga tutqazgani esimda xolos. O'sha matoqdan bir xo'pladimmi, ikki xo'pladimmi, buni ham eslay olmayapman. Uxlab qolibman." "Shunaqami?" deya gezardi qo'shmachi. Ish chiqmasligini ko'ngli sezgan kabi ortga tislanib, "Unda yechin. Men ichingga pul berkitmaganingga o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Bo'l tez. Sendaqalar bilan pachaklashib o'tirishga vaqtim yo'q, xohishim ham yo'q." "Voy bo'l, nega bezrayib turibsan? Menga ishonmayapsiz opa?" Yig'arilash yechinishga tutindi Sabrinisa. "Nahotki qayoqdagi $1000 deb, bo'l tez" qo'l siltadi qo'shmachi. "Videolaringni xola poshshangga aytasan." Sabrinisa egnidagi hamma kiyimlarini yechib, qo'shmachining qarshisida qaddini g'oz tutdi. Qo'shmachi shundan keyin ham tinchlana olmasdi. Yo'lakda ivirsib yurgan boshqa bir fohishani yoniga chorladi-da, xonadagi shkaf, qutilar, gilam ostlarini kavlashtirishni buyurdi. Bu ish ham 5 daqiqa ichida ado etildi. Ammo pullardan darak yo'q edi. "Mayli", sal past tushdi qo'shmachi Sabrinisaga yer ostidan ma'noli qarab qo'yib. "Mergan yana eski ashulasini boshlagan ko'rinadi. Lekinchi, gaping haqiqatdan rost bo'lsa, u xonasa mening sovunimga kir yumabdi hali. O'sha $1000 shunday sug'urib olamanki, cho'ntagidan dardini birovga ayta olmay qoladi. Pulni esa yo'q Sabri, sen o'sha marazni aldab-suldab meni yonimga boshlab kelasan." "U kelmaydi", dedi Sabrinisa bo'shashib. "Shu yerda keladi", kutilmaganda baqirdi qo'shmachi. "Menga aql o'rgatmasin. Aldab suldaganingga ko'nmasa, po'pisa qilasan. Qo'rqmaganning joni nechta ekan? Qamatvoraman deysan. Yoki pulni senga bersin-u, ora ochiq. Uni qaydan topaman? Bilmayman-ku qayerda turishini." "Zato men bilaman jonidan", dedi qo'shmachi viqor bilan. "Ishlaydigan ofisini beraman. Taksi ushlaysan-da, borib olib kelasan. Pulni olganimdan keyinchi 4 tomoning qibla. Qorangni o'chirasan. Bu shaharda qo'shmachi ko'p. Bironta lallaygan lattasidan topsang, yashayverasan o'shanikida qora quralloqlarning ko'nglini olib. Yo'q, to'xta. O'zingni yolg'iz yubormayman. Sendaqalarga ishonib bo'larmidi? Ana, mashhura birga boradi sen bilan. Tez bo'l." Begona yurt, begona shaharning havosiga ancha ko'nikkani boismi, Sabrinisa issiq ufurib turgan yengil shabadadan to taksi tutguncha yomonlik ko'rmadi. Faqat qo'shmachining shang'illashlari hanuz quloqlari ostida jaranglab asabini buzardi. Taksiga o'tirgandan keyin ham bu tovushlar quloqlarini qomatga keltiraverdi. Yonida puli yetarli bo'lsa-da, bu yog'iga qayerda yashash, qanday tirikchilik qilish haqida qayg'urdi. Qalbidagi Merganga bo'lgan nafrati ming chandon ortib, ha deganda jazavasi qo'zg'alaverdi. "Marazlar", o'ylardi u bilinar-bilinmas tishlarini g'ichirlatib. Tili bir shekilli bu ifloslarning. "Eski tanishlar-ku har qalay. Meni chuv tushirmoqchi bo'lganda ikkovlashib, hali qarab turlaring, uyingga o't qo'ymasammi? Xudoga shukr, qomatim ham, husnim ham joyida. Bir qosh qoqsam, manaman degan boyvachchalar oyoqlarimni o'pishga tayyor turadi. Sen kim bo'psan? Bozori o'tgan sigirday bir narsasan-da. Allaqayerlaringni selkillatmay o'l, qo'yga o'xshab." Ayniqsa unga Qanoat qo'shmachining chiqib ketayotganda, "Hali ko'raman, bozoring kasod bo'lib ko'chalarda tilanchilik qilasan. Iloyim gadoyvachchaga aylanib bo'lgan megajin" deya qarg'angani Sabrinisaga alam qilardi. Yonida jim ketib borayotgan o'zi kabi fohisha mashhuraga zimdan qarab olardi-yu, qo'yib bersa uni ham yumdalab tashlaydi derdi.
Shunday xayollar bilan mergan ishlaydigan joyga yetib bordi. Juda hashamatli va osmono'par bino ekan. Taksidan tushgach, Mashhurani ergashtirgancha asabiylab tishlay bino ichkarisiga yo'l oldi. Binodagilar bir zumda mergan o'tiradigan kabinetni ko'rsatishdi. Sabrinisa birpas ikkilanib turgach eshikni taqillatdi. Shu zahoti ichkaridan "Kiring" degan ovoz eshitildi. Bu merganning ovozi edi. Sabrinisa Mashhuraga sovuq qarab oldi-da, eshikni ochib ichkariga kirdi. Kabinet keng, did bilan bezatilgandi. Mergan deganlari baland bo'yli, yoshi 40 dan oshgan soqolli erkak edi. U Sabrinisaga ko'zi tushgani hamon rangi o'zgarib dast o'rnidan turdi. "Nega kelding bu yerga?" so'radi u salom alikni ham unutib. "Tinchlikmi Sohibjamol?" "Hech ham tinchlikmas-da", dedi zarda aralash Sabrinisa. "Boqqa kirib mevasini yegandan keyin haqqini to'lab qo'yilmaydimi, aka?" Bu gapni eshitgach, mergan ihtizoli tirjaydi. "Haq? Qanaqa haq?" dedi u yelka qisib. "Tushuntiribroq gapirsang-chi, singil. Kechasi qilgan ishratingizning haqqini meni uxlatib qo'yib survoribsiz-ku, aka. Uyalmaysizmi?" Merganning rangi oqarinqirab istamagina Sabrinisaga yaqinlashib keldi. Shu orada bir chetda qimtinibgina turgan Mashhuraga ko'z tashlab oldi. "Vey, o'zingni kim deb o'ylayapsan-a?" Do'qlashga o'tdi endi Mergan. "Qanaqa ishrat? Hamma pulni qo'shmachinga berganman. Yo senga ham hisob berishim kerakmi?" "Bermagansiz hech kimga pul", dedi Sabrinisa bo'sh kelmay. "Keling aka, tortishmaylik. Pulni bering-da biz ketaylik. Qanoat meni 2 yamlab bir yutmoqchi bo'lib o'tiribdi. Agar..." "Nima?" Mergan dafatan Sabrinisaning iyagini siqimladi. "Sen hali shantaj qilmoqchimisan? Meni-ya? Hozir politsiya chaqirib topshirib yoraymi shu gaping uchun? Gapir manjalaqi, o'sha qo'shmachingni ham qo'shib yo'q qildirib yoraymi? Pulimni, haqqimni bering", dedi endi beixtiyor yig'lamsirab Sabrinisa. "Tuni bilan nima qilsangiz qildingiz. Men ham bu yurtlarga tirikchilik deb kelganman. Nega?" "U chirchakagingni eshitilar-eshitilmas do'q aralash shivirladi Mergan. "Tirikchilik emish. Shumi tirikchiliging? O'zbekni butun dunyoga sharmanda qilib, duch kelganing tagiga yotib pul ishlab tiling chiqib qoldimi? Hoy nahoy, ota-onang, qarindosh urug'laring bilmasa kerak-da shu qandlarni yeb yurganingni. Mana endi kuningni ko'rasan Sohibjamol. Politsiya yerto'lasida bir kecha yotsang, ko'zing moshday ochiladi. Ular qarindoshlaringga xabar berib yuborsa bormi?" Ana o'shanda "Yo'q, Sabrinisa azbaroy qo'rqib ketgandan Merganning bilagiga yopishdi. "Unday qilmang. Men kerakmas. Iltimos topshirmang meni politsiyaga." "Ha, qo'rqib ketdilarmi? Albatta qo'rqasan-da. Qo'rqmay ham ko'rguncha, endichi sekin xonadan chiqqinu qorangni o'chir bu yerdan. Sendaqalarni deb hamkasblar oldida sharmanda bo'lishni istamayman. Basharti ortiqcha qadam bosganingni yo shu bino ichida talmovsiraganingni eshitsam, o'zingdan o'pkalaman. Yaxshisi mening ko'zimga ko'rinmagin. Bundan keyin juda yomon bo'ladi. Men bu shaharning eng hurmatli shaxslaridanman. Nomimga dog' tushirsang, naq o'ldirtirib boraman. O'ligingni itlarga yediraman, tushundingmi? Yo politsiyaga qo'ng'iroq qilaveraymi hali ham?" Yo'q, Sabrinisa shosha-pisha u yoq bu yog'ini to'g'rilagan bo'ldi-da, xonadan chiqishga chog'landi. "Bo'ldi aka, tushundim, ketaman. Pulingiz ham kerakmas. Ko'chaga chiqishgach, Mashhurani ortga jo'natib yubordi. Mergan aytgan gaplarni qo'shmachining qulog'iga quyishni tayinlab, taksi joyidan jilgan zahoti asta avtobus bekatiga bordi-da, o'rindiqlardan biriga cho'kdi. Sabrinisaning xayollari shu tobda alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgandi. Qalbining tub-tubini nimadir kemirar, har kemirganda dili og'rib berardi. Go'yo vujudiga allaqachondir hukmini o'tkazib, a'zoy badaniga astoydil joylashib olgan iblis nari chekingan kabi ko'zlari jiqqa yoshga to'la borardi. Hali 20 ga kirib ulgurmagan bu yengil tabiat qiz nimalar qilib qo'yganini endi anglay boshlagandek sergak tortdi. Telbalarcha dast o'rnidan turdi-da, serqatnov yo'l bo'yiga chiqdi. So'ngra to'xtab, yana telba kabi bosh ekkan kuyi o'zi nazoratdan o'tkaza boshladi. Keyin esa yana ortga qaytib, o'rindiqqa cho'kdi va boshini o'rindiq ustuniga tiragancha ko'zlarini yumdi. Nimalar qilib qo'ydim? Xayolan so'zlanardi Sabrinisa. Kimlarning ortidan ketdim? Nega bu yoqlarga keldim-u qizlik iffatimni pulga sotdim? Nimaga? Kimlarning xushomadiga uchdim? Nima uchun meni mast alast erkaklar quchganida, xushomadlar qilib sharmandalarcha badanimga qo'l yugurtirganda ularni siltab tashlay bilmadim? Ota-onam, qarindosh urug'larning ham nasihatini, maslahatini, ayniqsa onam sho'rlikning zorlanib yig'lashlarini ham tengsamadim. Faqat pul va yana pulga uchlik qildim. Ko'kimtir qog'oz pulni ilk bor qo'limga olganimda ko'zlarim chaqnab, yuragim bezovta urganini his etdim. Shunchalar shirinmi bu pullar? Shu pullarga sotildimmi? Hozir hoynahoy men tengilar ikkitadan bolani tug'ib olib, o'z uyida o'ynab kulib yashayotgandir. To'ylar qilishgandir, mehmon kutib, mehmon kuzatishgandir. Qaynona, qaynotasi erining alqashlarini har kuni eshitib, ko'ngillari osmon bo'layotgandir. Men bo'lsam, shularning bariga tupurdim. Ki xayolim sersavlat, puldor, ko'z qarashlari burgutniki kabi o'tkir erkaklarda bo'ldi. Shularni deb vatandan ham, orzularimdan ham kechdim.
esdan chiqarmidi. Narigi mahallalik O'rinboy aka nuqul orqamdan yurgan edi. Meni juda yaxshi ko'rardi. Otasi yamoqchi bo'lgani uchun o'shani ham mensimadim. Bir kamim yamoqchiga kelin bo'lishmi deb o'zimga noz firoq qildim. Xo'sh, endi kimlarga aylandim? Nahotki shu xatoyim tufayli endi bir umr xor bo'lib yashasam, qayta olmaymanmi bu yo'ldan? Yo'q, qaytaman. Qaytmasam bo'lmaydi. Qishlog'imga yetib olsam bas. O'sha O'rinboy akaga bo'lsa ham tegib ketaman. Yetar. Shu tobda Sabrinisaning vujudiga o'rnashib olgan iblis nari chekingandek ruhan yengil torta boshlaganini his etardi. Ko'z yoshlarini dast ro'molchasiga artganda, kiprik qovoqlariga chaplangan bo'yoqlar ham qo'shilib chiqdi. Shundoq ham alamga chiday olmayotgan fohisha zarda aralash dast ro'molchani chetga irg'itdi-da, dast o'rnidan turib katta yo'l bo'yiga chiqdi. Hozir qayerga borishi, nima qilishini idrok etmasdan nuqul telbalarcha atrofga alanglar, go'yo kimdandir, nedandir najot qidirardi. Bir mahal undan 5-10 metr nariga yarqiragan jip kelib to'xtadi-yu, old eshigi ochilib haddan tashqari nozanin pastga tushdi. Sabrinsa uni ko'rgandayoq taniganda, bu qiz ham uning yurtidan, adashmasa ismi Jamila. Dimog'i osmon qiz. Yo'q, qiz emas. U ham o'zi kabi erkaklar, ko'kimtir pullar xushtori. Aytishganda, yurtda ham xuddi shunaqa mashina olib garajga qamab qo'ygan deyishardi. Bu yerda ham zo'rini minib yuribdi ekanda. Demak, sattangan millionchilar bilan yuradi deguvchi edilar. Rost ekanda, Xudoyim nega bularga jin urmaydi? Hech kim mushugini pish demaydi. Qancha xohlashsa shuncha pul berasan, boylik hadya qilasan. Bu megajinlarning shoxi bormi? Mendan qayeri ortiq? Men undan ham chiroyliroqman-ku. Mana men degan boyvachchasini qarshimda bosh egdira olaman-ku. Nima uchun men shunaqangi mashinalarda yura olmayman? Nimaga men ham mana bu so'xtasi sovuqqa o'xshab millionchilarning to'shagida yota olmayman? Yo'q, men ko'rsatib qo'yaman hali hammasiga. Shunaqa millionchilarni topamanki, oyog'imni o'pishadi. Topgan boyligini oyoqlarim ostiga to'ktirmasam, Sabrinisa emasman. Afsus, Sabrinisaning iblisga sadoqati kuchli chiqib qoldi. Shaytonalayin endi undan yiroqlasha borayotgandi. Jalmoyi buzuqdan buzuq, bemazadan bemaza gaplari, xayolan so'zlanishlarini eshitdi-yu, jilpanglagancha qaytib Sabrinisaning vujudiga singdi. Shu lahzadayoq insof, tavfiq, uyat, nomus, shafqat va diyonatning ini ming tanga bo'ldi. Fohishaning tomirlarida qaytadan jirkanchlik, naqsga belangan ko'kimtir qon oqa boshladi. Ha, fohisha Jamilani ko'rgandayoq tavba tazarrularni yer bilan yakson etib bo'lgandi. Jadal qadamlar tashlagancha noma'lum tomonga ketib borardi-yu, nuqul aljirardi. Millionchilarning manaman deganini tiz cho'ktiraman. Hamma millionchining to'shagi meniki bo'ladi, meniki. Borini sug'urib olaman. Men ham demay Jamilanikidan zo'r mashinalarda yuraman. Kuyib o'lasan, qo'shmachi, kuyib. Azizlar, sizlarga savol tug'ilgandir. Sabrinisaning keyingi hayoti nima bo'ldi ekan deb. U hayotining so'nggi lahzalarida bedavo dardga yo'liqdi va bu dunyodan xorlik va zo'rlikda kun kechirib, dunyodan